3 xona, 4 xonaga o'zgartirilgan yangi ta'mirdan chiqqan uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz mana sizlar bilan Chilonzor tumani 11-kvartalda joylashgan minimalizm uslubida ta'mirlangan va jihozlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizda zal qismi birinchi xonamiz bo'lib, bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun stol, stul va televizor ko'rish uchun yumshoq mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda oshxonamizning o'rni bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Oshxonamizda balkon qismimizga ko'chirilgan. Balkonimiz 1,5 ga 3 balkon bo'lgan oshxona qismiga o'zgartirilgan. Uyimizning umumiy kvadrati 65 metr kvadratdan iborat. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish, koridor va xonalarimiz alohida. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringda ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan yangi remont. Ushbu uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Bu yerda bolalar xonasi, o'zining stroyni shkaflari bilan birgalikda va albatta razdельный sanuzellari. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, 11-kvartal chiroqchi jiz xalq tilida WhatsApp chorrahida joylashgan ushbu uyimizga egalari ko'rib turgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 95 ming AQSh dollar narx so'rashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.